Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi rahmat. Telba zo'r kino 2008 yilda olingan va hozirgacha maza qilib ko'ramiz. Lekin men hozir mana shu suhbatga kirishdan oldin aytaman. Bekor o'lgansizlar. Nega o'lasizlar? Kinoda, hop, Dilnoza opa. Mana shu kinoda rol o'ynash sizga qanaqadir qiyinchiligi bo'lganmi? Falsafiy tomondan, ruhiy tomondan? Maza qilib ishlaganman jarayonda. Qanaqa qilib o'tib ketganini bilmayman. Qiynalganim, juda ham qiynalganim sovuq havo bo'lgan. Titroqdan o'zimni zo'rg'a bosib turardim. Tishimga bosib bo'lib ketib qolardi. Ahamiyat bersangiz, deyarli barcha sahnalarda tutun chiqadi sovuqdan. Esimda hali itti yoniga kelishim kerak. Shu tushib qolganman-da yangi kaltada. Iloji yo'qmi? Qurtqada tushishi. Yo'q, iloji Aziz aka, Orziqulov operatorimiz, Ayub akam rejissyorimiz bo'lganlar. Shu tugan olandi deyishlar, yugurib posterlarni kiyardik. Rosa qiynalganman sovuq havoda. Va bitta sahnada hammasini unutib berilib ketib qolgan ekansiz. Ya'ni o'sha sevgilisini himoya qiladigan sahna. Bu meni hayotim deyilgan joyim bor, esingizda bo'lsa. Sizni oq fotihisiz ham yashayveraman deydi. Endi bu gap juda qo'rqinchli-yu, lekin u holatda endi o'zingiz Robiyani albatta tushunasiz. Bir umr ostanovkada achigan xonim sotsam ham, ochimdan o'lsam ham fikrimdan qaytmayman, oyi degan joyim bor. Men unutganman, dunyolarni unutganman, kino olinayotganini unutganman, Ra'no opam Yarashevani aktrisaligini unutganman. Onam go'yo haqiqiy onam meni ayirmoqchi. Telbamdan, devonamdan, yarmimdan endi topdim deganimda o'zimdagi bir insonni ayirmoqchi degan bir nima ketib qolganda bir o'ta qayg'urishmi nima desam. Juda ham berilib ketgan ekansiz. Yaxshi ko'rgan o'sha sahnani. Va bilasiz, shunaqa tendensiya paydo bo'lgan o'sha paytda kambag'al yigitlarni sevish moda bo'lgan. Telbadan keyin. Shunaqa bo'lganmi? Rostdan. Esimda qizil palto kiyish moda bo'lgandi deb eshitdim. Qo'y. Va xonimchilar sizga tegadi. Xonimchilardan bittasini aniq eslayman, qo'ng'iroq qilib, uyga qo'ng'iroq qilganlar, adashmasam rahmat aytganlar. Men orqali butun jamoaga rahmat aytganlar. Bizani ham o'ylaganinglar uchun rahmat. Biz juda ham xursand bo'ldik. Xonimchilar nomidan aytyapman deganlar, o'sha hissiyotlari hali ham esimda. Shunaqa jo'shib gapirgan o'sha yigit. Shu o'rinda xonimchilarga salom bermoqchiman. Chunki bizning xonimlarimiz mashhur mantiq xonimlarimiz va juda ham mazali. Film hammasi Toshkentda olingan. Telbami? Balki biz borib ko'rsatamiz, qadrli do'stlar. Kelesi qayerga kiradi? Toshkent viloyati. O'sha yerda ham olganmiz. Kelesda ham olingan. Dilnoza opa, sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'lsin. Telbani mantiqiy davomini kutmaymiz. Yo'q. Uch bo'lmasa ham kerak. Rejissyorlar ham, siz ham bunga qarshi bo'lishingiz kerak. Ayub akamdan qiziqib so'radim. Yo'q dedilar. Endi hamma o'ylab bo'ldi. Shu chiroyli narsa, chiroyli joylar qilsin. Va mana shu filmni yaxshi ko'rib kuzatuvchilarga kattadan katta rahmat aytaman, qo'limni ko'ksimga qo'yib. Boringlarga shukur, omon bo'linglar. Birorta qiyin bo'lgan sahna bormi? Eslashim kerak. O'sha sahnada dubl qilishga to'g'ri kelgan. Lekin meni o'sha birinchi dublim o'zimga ko'proq yoqqan. Ya'ni bu meni hayotim degan joyim bor. Nega dubl qilish? Shu bilmayman, nimadir qoniqtirmagan deb, balki texnik sabablar, balki holatim. Lekin meni o'sha birinchi dublim o'zimga yoqqan. Shunaqa gaplar. Dilnoza xonim ko'payib. Rahmat. Salomat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi rahmat. Telba zo'r kino 2008 yilda olingan va hozirgacha maza qilib ko'ramiz. Lekin men hozir mana shu suhbatga kirishdan oldin aytaman. Bekor o'lgansizlar. Nega o'lasizlar? Kinoda, hop, Dilnoza opa. Mana shu kinoda rol o'ynash sizga qanaqadir qiyinchiligi bo'lganmi? Falsafiy tomondan, ruhiy tomondan? Maza qilib ishlaganman jarayonda. Qanaqa qilib o'tib ketganini bilmayman. Qiynalganim, juda ham qiynalganim sovuq havo bo'lgan.
titroqdan o'zimni zo'rg'a bosib turardim, tishimga bosib bo'lib ketib qolardi. Ahamiyat bersangiz, deyarli barcha sahnalarda tutun chiqadi sovuqdan. Esimda hali itti yoniga kelishim kerak. Shu tushib qo'yganman-da, yangi kaltada. Iloji yo'qmi, kurtkada tushishi. Yo'q, iloji yo'q. Aziz aka Orziqulov operatorimiz, Ayub akam rejissyorimiz bo'lganlar. Shu tugan olandi deyishlar bilan yugurib postillarni kiyardik. Rosa qiynalganman sovuq havoda. Va bitta sahnada hammasini unutib berilib ketib qolgan ekansiz. Ya'ni o'sha sevgilisini himoya qiladigan sahna. Bu meni hayotim. Yurgan joyim bor, esingizda bo'lsa. Siz oq fotihasiz ham yashayveraman deydi. Endi bu gap juda qo'rqinchli, lekin u holatda endi o'zingiz Robiyani albatta tushunasiz. Bir umr ostanovkada achigan xonim sotsam ham, ochimdan o'lsam ham fikrimdan qaytmayman, oyi degan joyim bor. Men unutganman, dunyolarni unutganman, kino olinayotganini unutganman, Ra'no opam Yarashevani aktrisaligini unutganman. Onam go'yo haqiqiy onam meni ayirmoqchi. Telbamdan, devonamdan, yarmimdan endi topdim deganimda o'zimdagi bir insonni ayirmoqchi degan bir nima ketib qolganda, bir o'ta qayg'urishmi nima desam. Juda ham berilib ketgan ekansiz. Yaxshi ko'rgan o'sha sahnani. Va bilasizmi, shunaqa tendensiya paydo bo'lgan o'sha paytda kambag'al yigitlarni sevish moda bo'lgan. Telbadan keyin. Shunaqa bo'lganmi? Rostdan. Esimda qizil palto kiyish moda bo'lgan deb eshitdim. Qo'y. Va xonimchilar sizga tilashdi. Xonimchilardan bittasini aniq eslayman, qo'ng'iroq qilib, uyga qo'ng'iroq qilganlar, adashmasam rahmat aytganlar. Men orqali butun jamoaga rahmat aytganlar. Bizani ham o'ylaganlar uchun rahmat. Biz juda ham xursand bo'ldik. Xonimchilar nomidan aytyapman deganlar, o'sha hissiyotlari hali ham esimda. Shunaqa jo'shib gapirgan o'sha yigit. Shu o'rinda xonimchilarga salom bermoqchiman. Chunki bizning xonimlarimiz mashhur mantiq xonimlarimiz va juda ham mazali. Film hammasi Toshkentda olingan. Telbami? Balki biz borib ko'rsatamiz, qadrli do'stlar. Kelis qayerga kiradi? Toshkent viloyati. O'sha yerda ham olganmiz. Kelisda ham olgan. Diloz opa, sizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'lsin. Telbani mantiqiy davomini kutmaymiz. Yo'q. Uncha bo'lmasa ham kerak. Rejissyorlar ham, siz ham bunga qarshi bo'lishingiz kerak. Ayub akamdan qiziqib so'radim. Yo'q dedilar. Endi hamma o'lib bo'ldi. Shu chiroyli narsa chiroyli joyda qolsin. Va mana shu filmni yaxshi ko'rib kuzatuvchilarga kattadan katta rahmat aytaman, qo'limni ko'ksimga qo'yib. Boringlarga shukur, omon bo'linglar. Alhamdulillah. Birorta qiyin bo'lgan sahna bormi? Eslashim kerak. O'sha sahnada dubl qilishga to'g'ri kelgan. Lekin meni o'sha birinchi dublim o'zimga ko'proq yoqqan. Ya'ni bu meni hayotim degan joyim bor. Nega dubl qilish? Shu bilmayman, nimadir qoniqtirmagan deb, balki texnik sabablar, balki holatim, lekin meni o'sha birinchi dublim o'zimga yoqqan. Ana shunaqa gaplar. Dilnoza xonim, rahmat. Salomat. Bo'l.